Assalomu alaykum aziz obunachilar. Chorva Qozog'iston kanalidan maxsus. Mana bu har bir oila tadbirkor dasturi asosida kreditlar qanday ajratiladi degan savollarga javoblar beriladi. Chorva Qozog'iston kanalidan Marjon Rahmatullayev. Har bir oila tadbirkor dasturi asosida ajratiladigan kreditlar bu mahallangizdagi hokim yordamchisiga murojaat qilasizlar. Mahallangizdagi hokim yordamchisi sizlarda chorvachilik yo'nalishida limiti bo'lsa, sizlarda arizalaringizga, onlayn arizalaringizga tavsiyanoma beradi va o'sha tavsiyanoma asosida sizga 33 million yoki 50 million yoki 40 million qanchaga olmoqchi bo'lsangiz, shunchaga tavsiyanoma beradi va ключ ochirasiz, o'zingizni o'zingiz band qilasiz. Bu asosan ishi yo'q, ishsiz insonlarni ish bilan ta'minlash yuzasidan Prezidentimiz farmoyishi asosida 17,5% dan ajratiladigan kredit bu hisoblanadi. Bu kreditning miqdori 50 million so'm olinganda, 4 yilga olinganda, o'sha 50 million so'mda 72 million so'm qilib to'laysiz. 1 yil imtiyozli davri bor. Faqat foizini 800 ming so'mdan to'lab borasiz va 1 yildan so'ng 2 million 100 ming atrofida chiqib, qolgan 3 yil mobaynida 1 million 400 ming so'mgacha tushadi. Ya'ni ki 50 million so'mga qo'chqor, qo'y sotib olib, 1 yil davomida faqatgina 800 ming so'mdan to'lab borib, bu shulardan foydalanib, chorvachilikni rivojlantirib, qolgan kreditingizni yopib tashlashingiz ham mumkin 50 milliondan. Yana bu kreditning foydali tomonlari siz to'lab bo'lgan kungacha hisoblaydi. Bunda zo'r tomoni, ana oldingiz 4 yilga 72 million emas, 2 yilda yopib tashlasangiz kamroq, 3 yilda yopsangiz yanada kamroq, 1 yilda yopib tashlasangiz faqat 800 mingdan to'lab borib, oxirida 50 million so'm to'lab yopib tashlaysiz. Bu ya'niki 1 yil foydalanganingiz hisobiga. Va bizda hozirgi kunda mana shu qo'chqorlarimiz mavjud. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu qo'chqorlardan beramiz. Har bir donasini o'rtacha hisobda 5,5 million so'm, tanlab olishga 6 million so'mdan qilib beramiz. Ana bahosini ham. Manzilimiz Samarqand viloyati Narpay tumani. Yana tushunmaganlar uchun kreditni olish imkoniyati har bir mahallada mavjud. Faqatgina ishsiz fuqarolarga, ya'ni ki borasiz hokim yordamchisiga murojaat qilasiz. Chorvachilik yo'nalishida chorvani rivojlantirish uchun kredit olmoqchiman deysiz. Ba'zi hududlarda 12% qilingan, qolgan joylarda 17,5% dan berilmoqda. Bemalol kelaverasizlar. Mana shunday sog'lom, yaxshi, chiroyli, junlari olingan, yaltirab turgan qo'chqorchalardan va ona bola sog'liqlarimiz hozirgi vaqtda tugadi. Shu bois sizlarga mana shunday qo'ylarni taklif qilamiz.